Assalomu alaykum hammaga xayrli kun. Endi bu chaqchaqda o'zimizni suhbatimiz, dildan suhbat deyman. Dildan suhbatimiz. Короче, 2015-2016-yillarda temada bo'lganman. Ko'p to'g'ri, nima deydi, qalbaki bu narsalar qilganman. Haqiqiy o'sha payt men o'shaganda qamashga arziydigan ishlar qilganman. Haqiqatan qamab tiqib tashlaydigan ishlarni qilganman. Keyinchalik esa qonuniy dokument qilib, nalog to'lab, как положено qonuniy ishlayapman deb o'ylab, endi riskda endi bu dokument temasi ham yo'q, zo'r bo'lib ketasan, yo'q bo'lib ketasan qamalib. Hozir men necha kundan beri nima qilyapman, e'tibor beryapman. Menga lavoshka qilishyapti-da, ko'pchilik telefon qilib menga turdovoy dogovor qilib bering, menga sertifikat qilib bering, tanishingiz bormi, necha pul desangiz beraman, u qilaman, bu qilaman deb hamma jinoiy ishlar, haqiqatan qamalib ketish mumkin bo'lgan ishlar taklif qilishyapti. Bilaman, sizlarda ham qanaqadir muammolaring bo'lishi mumkin, kimgadir yordam berayotgan bo'lishinglar mumkin. Masalan, shuni ushlab bersang, dokumentingni to'g'rilab beraman, legal qilib beraman, shuni ushlab bersang, nimadir bo'ladi deyotgan bo'lishi mumkin, lekin men sizlarga Rossiya qonunlarini ochib bitta varaqlashlaringni tavsiya qilaman. Rossiyada shunaqa qonun bor, migratsiya bo'yicha PP2.26 degan, to'g'ri aytgan bo'lishim kerak. Hali sizlarga ekranga ham qo'yaman. Kirib o'qinglar. Agar sizlar hech kim sizlarni qutqarib qola olmaydi bu narsada. Chunki qonun o'ziga qarshi ishlamaydi. Agar sizlar meni masalan bu dushida yana noqonuniy ish bilan rahmim keltirib yoki bo'lmasam qandaydir yo'l bilan, qalbaki yo'l bilan nimadir qildirtirib olaman-da, keyin buni sotaman desanglar, bu safar o'zinglar ham deport yo'q bo'lib ketasizlar. Kimga qarshi ko'rsatma bersa, dokument temasida, masalan, menga shu odam registratsiya qilib beruvdi, lekin men u adresda yashamayman, yo masalan menga odam turdovoy qilib beruvdi, lekin men ishlamadim degan taqdirlaringda ham oxirida o'zlaring ham ketasizlar. Bitta fuqaro jabrlangani bilan sizlar ham shu yo'nalishda deport bo'lib ketasizlar. Bu narsa nima keragi bor? Masalan, o'zbekimiz ikkalamiz ham menga telefon qilyapti-da, sertifikat qilib bera olmaysizmi? Opa, necha pul desiz beraman? 100 minggacha beraman dedi menga aytdi. Men aytdim, kechirasan dedim, 100 ming puling bo'lsa bor repetitorga borginda boshqatdan rus tilini o'rgan dedim. Men sertifikat qilib beraman deb hech qayerda e'lon bermaganman. Sen qayerdan olyapsan desam, hamma sizni ko'rsatyapti. Shunga ishonsa bo'ladi, shu qilib bera olish mumkin, boshqa qilib bera olmaydi deb aytayapti. Men aytdim, buni gaplarda gapirman, men qamoqda yotgan odam. Короче, kimdir lavoshka qilyapti-da, sindira olmadik, yana sinishim, baribir sindiramiz, baribir tiqamiz deyapti, bilmadim. Kimdir mansabini ko'taraman deb, kimdir statusini ko'taraman, kimdir oyligini ko'taraman deb o'zinglarni buzmanglar hayotinglarda. Meni hayotimni buzishinglar mumkin, to'g'ri, lekin kimdir statusini ko'tarib olishinglar mumkin, lekin o'zinglarni hayotinglarda ham buzasizlar. Kimga qarshi informatsiya bergan taqdirda ham siz u delaga kiritilganingizdan keyin siz informator bo'lib kirasiz, lekin sizga hech qanday zashita berilmaydi. Siz как положено xuddi shu odam bilan bir qatorda jazolanasiz. U sizga medal bermaydi hech kim. Sizga u odam rahmi kelib yaxshilik qilmoqchi bo'lgan odam bunaqa qilish kerak. Biznikilar shunaqa qo'rqoqsizlar, shunaqa qo'rqoq xalqsizlar. Men shunaqa qo'rqoqliklaringni o'z quloqim bilan eshitdim. Shunaqa qo'rqoq bir beburt odamliklaringni bor orada. Hammasi emas. Men xalqimni juda ham yaxshi ko'raman, o'zbek xalqini, lekin chet elga chiqsa hammalaringiz qo'rqoqsizlar, 100%. Men o'z quloqim bilan eshitdim, bu xonada turibdi. Aytadiki, hozir deyapti, ko'rsatma bersang berding, ili senga 5 yilga deportatsiya. Xohlasang shu. Ito sen ketasan desa bo'ldimi, ko'rsatma berma, nima deyish kerak deyapti. Srazi momentum u odam nima bo'lishi haqidagi fikrlar yo'q. U odam ketsin, qayerga kirib ketsa, lekin bu o'zini shkurasini asrab qolish kerak. Unaqa bo'lmaydi odamlar. Biz bu dunyoda sinov uchun o'tiribmiz. Bu dunyoda mental taqqanlaring bilan u dunyoda javob berishinglarni ham o'ylanglar. To'g'ri, bularda dini boshqa bo'lishi mumkin, dunyoqarash, fikrlash boshqa bo'lishi mumkin, lekin siz o'zingizni bir din vakili, sizni dunyoqarash, urf-odatlaringiz bir bo'lgan odamlar. Masalan, bizda o'zbeklar orasida mehr, kechirimlilik, birov-birovga tez xayrixohlik bildirib kechirib yuboradi. Masalan, O'zbekistonda ham liboy, masalan, birov bilan urush qilib o'ldiraman, so'yaman degan taqdirda ham borib bitta zayva qilsa, kelib bitta kechirsa, hal bo'lib ketadi. Uzurini so'rasa, Alloh kechirguvchi, biz kimmiz deydi. Bet unaqa emas. Kechirim so'rash, tavba qilsang ham, o'zingni ossang ham baribir yo'q. Takansa borib, seni shu bir narsa qilish kerak. Seni tavbangga ishonmaydi. Agar 24 soat yig'lasang, ko'z yoshlaringga ham hech kim ishonmaydi. Haqiqatan искренне xafa bo'lib, haqiqatan tavba qilsang ham hech kim ishonmaydi. Tosh erib ketishi mumkin, lekin bular erimaydi. O'shaning uchun
kimgadir yomonlik qilishdan oldin o'ylab qilinglar. Keyin menga telefon qilib menga lavishga qo'ymanglar, foydasi yo'q. Men xalqqa rahmim kelgandan yordam berganman har doim. Menga havas emas. Men o'sha paytda masalan 2022-yil men taksopark ochganman. Men o'zimni biznesim bor edi. Men hobbim edi dokumentga yordam berish, xalq bilan muloqot qilish, odamlar bilan gaplashish. Men bilan suhbatlashib ko'rgan odamlar biladi qanaqa hazilkash, ha qilib kuldirib, nima qilib odamlarni nima qilishimda. Masalan, ularga ham yoqardi men bilan suhbatlashish. Keyin men yechimni haqiqatan qilib berardim. Birortani norozi qilmaganman. Endi o'z-o'zidan norozilik bo'lgan bo'lishi mumkin, sabrsizlikdan, tushunmovchilikdan, o'z-o'zidan yomon ko'rib qolishlar, u ularning problemasi, menga ne interesno. Men o'zimni qanaqaligimni juda ham yaxshi bilaman. Mendan davolim bo'lgan odamlar juda ham ko'p Sankt-Peterburgda. Meni xizmatimdan foydalanib, hali hanuz meni duo qiladiganlar yetarlicha. O'shaning uchun menga lavishka qo'yib, menga telefon qilib, palonida tuguni demanglar. Meni tortmoqchi bo'lsalaring, tortishga torta olmaysizlar. O'sha meni oldingi ahmoqligim yo'q, pulga o'chmasman, o'sha qiziqtirmaydi va shin u narsalar meni o'zingizlarda ham botqoqqa tortyapsizlar. Bitta men emas, boshqalarni misolida ham, boshqa dokumentchilarda ham nimadir qilmoqchi bo'lsalaring, o'ylab ishlaringni qilinglar. Sizlarni ham xuddi o'shalar bilan bir qatorda jazolanish kutyapti.